Poytaxtimizdagi Universal Horses Stables ot sport klubida O'zbekiston Global Tour 2025 musobaqasining 3-bosqich bellashuvlari bo'lib o'tdi. Namangan, Farg'ona, Andijon, Sirdaryo, Buxoro va Toshkent shahri chavandozlari 6 xil balandlikdagi to'siqlardan sakrab o'tishda o'z mahoratini namoyon etdilar. Hakamlar hay'atining yakdil qaroriga asosan g'olib va sovrindorlar nomi e'lon qilindi. Hozir shu haqda. Har yili an'anaviy o'tkaziladigan ot sporti bo'yicha Global Tour 2025 musobaqasi fevral oyida boshlanib, bugun 3-bosqich bahslariga yetib keldi. Maydondagi to'siqlar uzra o'tish esa chavandozlar uchun oson bo'lmayapti. Buning esa o'ziga yarasha sabablari ham bor. Hozir sezonning endi boshlanishi. Otlar hali bu muhitga o'rganmagan. Chunki hozir chet eldagi otlarimiz ham keldi, xalqaro otlarimiz hammasi bargan bir-birini ko'rganda yangilik deb bular uchun qishin bilan trenirovka, o'quv mashg'ulotlari bo'lgan, lekin bunaqa marshrut qo'yib musobaqa bo'lgani yo'q. 6+1 toifada qatnashayotgan chavandozlarning soni 21 nafarga teng. Bu yilgi Global Tour musobaqasi esa avvalgilardan farqli ravishda 12 bosqichda o'tkazilishi maqsad qilingan. Mart oyining o'zida biz hozir 5-sini harakat qilib 5-sini ham o'tkazamiz. Sababi voqli o'tkazib olamiz. Aprel oyida bizning etap kubka miramiz bor. Chet el mamlakatlarining, Osiyo mamlakatlaridan hammasi keladi. 35 ta davlatdan keladi. Osiyo mamlakatidan va mana shu maskanda bo'lib o'tadi. O'tgan yili bizda xalqaro musobaqalar ko'p bo'ldi va chavandozlarimiz xalqaro chet el mamlakatlarda ko'p musobaqalarda qatnashdi. Global turning eng ahamiyatli tarafi dunyoning eng kuchli chavandozlari va ot sporti ixlosmandlari bir maydonda jamlangan. Sportchilar esa o'z mahoratlarini namoyish etish imkoniga ega bo'ladi. Bizning chavandozlar uchun esa bu musobaqa o'ziga xos saralash vazifasini o'tab beryapti. 22-martga 4-turini xudo xolasa o'tkazamiz. Undan keyin bizda respublika musobaqasi bor. 3, 4, 5-kunni O'zbekiston Respublikasi chempionati bo'lib o'tadi. Etap kubka mira bo'lib o'tadi. 17-apreldan 27-gacha bo'lib o'tadi. Shunga biz hozir chavandozlarimizni saralab olamiz. Tayyorlab va chet el mamlakatlariga ularni jo'natamiz otlar bilan birga. Turnirning 3-bosqichida nafaqat Toshkent shahri, balki Vodiy va vohadan kelgan chavandozlar ham ishtirok etishdi. A toifada Oqil Sobirjonov Parij laqabli oti bilan birinchi bo'ldi. B toifada Dilshod Shokirov Kaskad laqabli oti bilan peshqadam bo'lgan bo'lsa, 6 to'siqlardan sakrash bellashuvlarida Jasurbek Xotambekov Yod Kasal nomli oti bilan eng yaxshisi bo'ldi. Oldinda esa yana 9 ta bosqich bor. Arslon Umarov, Muhammadali Mamajonov, Shahzod Karimov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.